Kazan yo'nalishi bo'yicha siz ham ishonchli hamda davlat tomonidan qo'yilgan avtobus reyslariga biletlarni qidiryapsizmi? Unda videoni diqqat bilan to'liq oxirigacha ko'ring. Video so'ngida Kazan yo'nalishi bo'yicha bilet narxlarini ham birga qo'shib aytib ketaman. Toshkentdan to'g'ridan-to'g'ri Kazan yo'nalishi bo'yicha avtobus reyslarimiz qatnovi mavjud. Haftada seshanba hamda juma kunlari soat 18:00 da Toshkent avtovokzali peron qismidan jo'nab ketadi. Avtobus reyslarimiz 15 hamda 16 raqamlar ostida joylashgan bo'ladi. Toshkent avtovokzalining 2-qavatida ofis hamda kassalarimiz mavjud. Xalqaro yo'nalishlar bo'yicha biletlarni ofis hamda kassaning o'zidan ham xarid qilishingiz mumkin yoki hoziroq ekrandagi 77 015 80 raqamlariga murojaat qilib, joyingizni masofadan turib bron qilib qo'yishingiz mumkin. Qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatishda davom eting. Videoni xalqaro yo'nalishda foydalanadigan tanishlarga hoziroq yuborib qo'yamiz. Aytgancha bilet narxlari Kazan yo'nalishi bo'yicha 615 ming so'mni tashkil qiladi. Hammaga xayr.